Assalomu alaykum, xayrli tong. Marhamat, bizni ho'l mevali palovimizga marhamat qilasizlar. Zora hozir mehmon kutish kerak ekan, tanishimizga mana yasatib berdim. Qizil kivilarigacha qo'ydim. Bor deylarmi? Golubika, malina, yagdalar ham bor, ho'l mevalar hammasi mujassam. Daji bananigacha bor. Choyxonachilar, onajonlarni ko'rishga, hammaga, balnisdagi ko'rishga bo'lsa ham zo'r. Vegitni hammasi yeydigan, po'choqqa chiqmaydi, hech narsasi, hammasi yeyiladi. Faqat tarelka bo'lishi kerak. Zo'rmi? Sizlarga yoqdimi? Kommentdan fikringlarni kutib qolaman. Bunaqasi meva tashda. Biz sizlarni kutamiz. Farhod dehqon bozori 1092-joy. Meva tash desanglar, hamma shundoq darvozadan o'ngga qarab ko'rsatib yuborishadi.